Shoshilinch jiddiy xabar: O'zbekistonda hozirgina dahshatli tarzda yonib ketdi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklar kengroq tarqalishi uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Siz xarid qildingizmi? Magnitli bilaguzuklar inson organizmi uchun qanchalik foydali ekanligini bilasizmi? Agar bu haqida bilganingizda avvalroq shuni xarid qilgan bo'lardingiz. Agar bilmagan bo'lsangiz, hoziroq xarid qilishni istasangiz, kommentariya va opisiyaniyadagi ссылка ustiga bosing. Hech kimning yordamisiz magnitli bilaguzugingizni o'zingiz buyurtma qiling. Mahsulotimizning narxi 40 ming so'm. Yetkazib berish xizmati mavjud. Xorazm viloyatining Hazoras tumanida 3 qavatli savdo do'koni yonib ketdi. Bu haqida Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, bugun 17 aprel kuni soat 16:04 da viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga Hazoras tumani temirchi maskan mahalla fuqarolari yig'inida joylashgan 3 qavatli savdo do'konida yong'in sodir bo'lgani to'g'risida xabar berilgan. Shunga ko'ra, yong'in qutqaruv ekipajlari soat 16:11 da hodisa joyiga yetib borib, soat 16:39 da yong'in o'rab olingan va 17:10 da o'chirilgan. Yong'inni bartaraf etishga 5 ta yong'in qutqaruv ekipaji va 2 ta yordamchi suv tashish texnikasi jalb etilgan. Voqea joyiga viloyat va tuman favqulodda vaziyatlar boshqarmasi rahbar xodimlari chiqqan. Bildirilishicha, yong'in oqibatida do'konning 280 kvadrat metr maydondagi toma, shifti va ichki qismi hamda jihozlari yonib zararlangan. Tezkor harakatlar natijasida savdo do'konining 200 kvadrat metr maydoni yong'indan saqlab qolingan. Yong'in sababi va zarari aniqlanmoqda. Hodisa oqibatida tan jarohati olgan va vafot etganlar qayd etilmagan, deyiladi xabarda.